Hamzani kim o'ylaydi ismiga reaksiya bo'lmagan deb. Kim o'ylaydi emotsiyalarga ahamiyat bermagan deb. Kim o'ylaydi umuman gapni tushunmagan bola deb. Hozir hammasini bu tushunadi. Shunaqami? Ana kamera. Qarashni qaraylik kamera. Bunaqa kameraga qarash tugul, umuman odamga qaramagan. Hozir hamma narsani tushunadi. Shunaqami? Bular G'ijduvondan kelishgan, Buxorodan. Necha oy bo'ldi? 2 oy. 2 oyda shunaqa rezultat. Bola mana shu holatga kelishi uchun, menimcha oldingi do holatni ko'rsatishimiz kerak. Videolaringiz yo'q? Bor. Bormi? Qancha bitta ko'rsatamiz videolarni. Bundan boshqa bolamiz faqat yig'lab o'tirgan. Mana bolamiz qanaqa holatda bo'lgan? Isterik, umuman buyruqlarni tushunmagan. Mana shunaqa holatda bo'lgan. 2 oylik rezultat. Biz o'zimiz ham hayronmiz, nima deydi? Bola gapirib ketgan, ne to'lka reaksiyalari, tushunishi, xullas, ko'rdinglar, qanaqa zo'r o'zgarishlar. Xayrli bo'lsin, bardavom bo'lsin Oysa. Bakchal. Молодец. Aylan. Oyog'ingni tapillat. Qo'lingni tepaga ko'tar. Boshingni ko'rsat. Voy, aqlli bola. Ko'zi. Ana, sakra. Молодец. Ustoz davlat ketadi. Yo'q, svetni o'chir, shortigingni olib kel. Hamma nimalari bor. Buyruqlarni o'zi tushunyapti, sodda buyruqlarni. Stakanda suv ich, qo'shuqda ye, tishlarni farqlayaptimi? Predmetlarni ham farqlayapti. Koptok, mashinani olib kelish kopdan olib kelib beradi, kubikni joyiga qo'yib yuborib qo'yadi. Muhammad Rasul, svetni o'chir. Eshikni taqillat. Barakalla. Eshikni taqillat. Tak. Barakalla, молодец. O'tiramiz. Oyingni qo'lini silab qo'y. Oyingni qo'lini ushlab ol. Oyingni qo'lini ushlab. Keling. Oyingni qo'lini ushlab. Молодец. Aha. Muhammad Rasul, olmani ber. Uxti, barakalla. G'ijduvonda borganimizga borganimizda Navro'zdan oldin ham 12 kun kelganmiz bu yerga. O'sha rezultat ko'rganman 6-7 kunlarda umuman ismiga reaksiya yo'q edi, ko'z kamsak. Shunaqa. Umuman nol holatida kelganmiz desam ham bo'ladi. Mana. O'sha 6-7 kunlarda Navro'zdan oldin kelganimizda o'sha Muhammad Rasul desam qarab boshladi. Bolangiz o'zingizga bundoq qarab turibdi-yu. Emotsiyalaringiz o'qishi harakati Allohga shukr, shundoq yaxshi natijalari. Kel bitta ko'rsating Muhammad Rasul sani. Ko'zingga qarashga qaraydi. Lekin 2 oyda zo'r rezultat. Lekin kelganimizda rostdan ham umuman bitta joyda turmasdi, faqat yopishib olib yig'lardi. Shu pedagoglar ham chiqardilar shunaqa charchab chiqardilar. Hozir boradi, o'zi shuni quchoqlab oladi, tursin yoqani. Allohga shukr, juda ham zo'rman. Protokollar siz bergan ekanman. Qancha o'zgarish? Mana to'g'risi o'z-o'ziga xizmati ham bor. Suvni olib ichib keladi. Suvni olib ichadi. Qaranglar, mehribonchilik qilish. Voy, seni qaraslar. Go'shtlar yemasdi. Xudoga shukr go'shtlar yegizdek. Ovqatlarni chaynamay yutardi. Stressivchi harakatlari bo'lganmidi? Ha, bor edi. Chunki bor bolaga o'xshayapti. 2.500 mingga tuzgan berganman, Tahlilda bergansiz. Tahlilda prям narsalarni. Begovoylarga umuman chiqaza olmasdik, sensorikani umuman qidira olmasdik. Hozir plashadkalarda bemalol o'zi tepa narvonlarga tushadi. So'zlari chiqqan. Asosiysi opasi tepalikka chiqsa tush deydi. Nima? Aytsam takrorlayapti-da. Ko'k desam ko'k deb aytadi. Ana telefonni bersam alo, dada deydi. Mana shunaqa qilyaptimi o'zi? Shunaqa qilyapsanmi? Alo, dada deyapsanmi sen? Juda ham молодец. Ha, nima? Oldimizda metro o'tib ketadi, poyezd deydi. Bemalol aytadi ular. Hech nima yo'q, nol holatida olib kelganmiz buni. Opasi nimadir olib bo'lsa ber deb so'raydi. Opasi bilan urushib qolsa, ona deb qanaqadir norozilik bildiradi. O'zim tushunib olaman shuni. Lekin 2 oyda bunaqa natija bo'ladi deb kutmagandim men. Biz ham kutmagandik. Juda ham zo'r. Shuni aytaman. Nima uni qilgansizki, buni tezlashib ketganda, chunki men taktik o'rgatmas 3 oyda 6 oygacha chiqadi. Sizda hozir mantan chiqib ketgan, takdan chiqib ketgan. Bemalol tushunadi. Ukasi nima siyib qo'ysa, bor Russiyasini olib ketsam, yugurib borib olib keladi-da. Shunday buyruqlarimni tushunyapti. Go'sht yemasdi, go'sht yeyishlar bemalol o'rgandi. Ayrib ovqat yeydi. Hozir hamma ovqat yeydi. Uyqulari joyiga tushgan. Nimani hisobiga tushdi uyqular? Bilmadim, shu yerga kelganimizdan keyin yaxshi uxlab, nima deydi, ovqatlanish ham yaxshi. Aktivlashdi o'shandan keyin. Juda yaxshi, Xudoga shukr. Sizni ko'zingizga qarayapti, sizni o'qiyapti, sizga emotsiyalaringizga sherik bo'lyapti. Xafa bo'lib qolsam ham Allohim mehribonchiligida uzoqdan kelib, bunaqa natija olish hammaga emas-da, Allohim mehribonligi. Ikkinchisi sepillaga o'tib ketgansizlar, qanaqa yaxshi.
Men qo'rqaman to'g'ri. Gapirmaydi shu. Shunaqa bo'lib qoladi. Yo'q, men qanaqa yaxshi bo'lyapti, yig'lamang. 2 oyda. Hali 5 oy. Biz shug'ullana olmaymiz deyishdi. Bola og'ir deyishdimi? Ha, lekin Instagramda ko'rdikda bu yoqqa kelganimizdan keyin o'sha 6-7 kunlarda natija bo'lgandan keyin qaytib ketdik-da, yana bu yoqqa keldik. Chunki Qilichva. kirib xonaga kiribmiz, Muhammad Rasul hamma kelib qilibdi-da, shunaqa. Shizami? Shunaqa kirib chiqdi. Dadasiga aytdim, ertalab turib, shunga kirgan bo'lsin, olib kir dedilar. Qari. Sizga ham yana bir oy bor edi. Qari, mana hozir ham mana konsultatsiya qilyapman-ku. Zo'r, hamma bolamda rezultat zo'r bo'lyapti-da. Bunaqa xursand bo'lib, aniq qilmayotgandim-da. Bunga kelganda voy qilyapman. Baribir mana ko'rasiz, qutilgan bola-da. Qilib berganlar. Katta rahmat opajon. Aynan, rozi bo'ling. Voy, roziman. Mana juda ham xursandman. Ana, qari qanaqa? Siz qancha благодарны bo'lganingizni Allohim shuncha rezultatdan beravergan-da. Men juda ham xursandman. Kutmaganman bunaqa bo'ldi. Chunki bolam ahli zaif deyishganda buni